Assalomu alaykum. Bizning kanalimizda ashaddiy muxlislari, biz tasodifiy ko'rib turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari va mana bunday toza elitni arashan, afg'on, bo'g'oz, ona bola ishqibozlari. Agarlar Xudo xolasa, bugungi hafta kunimizga Xudo xolasa shanba 2026-yil 31-yanvar hafta kunimizga shanba. Xudo xolasa video syomkalarimizni o'sha mashhur Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan arzonchilar, optimchilar qishlog'iga yetib kelganmiz. Hop bir yaqin akamizda Xudo xolasa xonadonlarga yetib kelganmiz. Dona bola qo'yimiz bor ekan. Xudo xolasa keyingi partiyamizga bir dona qo'chqorimiz ham idealdan bor ekan. Xudo xolasa akalar videoni oxirigacha ko'rib, kommentar yaxshi zolar yozib, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa bunaqa narsalardan chiqarishda biz hech qachon to'xtamaymiz. Azam aka, Hormay aka. Keling Asror. Keldik. Jomsiz? Charchamasdan sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldim. Xudoga shukr. Yaxshilab chiroyli qilib bir syomka ham chiqaring Asrorbek. Xudo xolasa chiqaramiz aka. Zo'ri kelibdi, o'zimiz ham ishqiboz bo'ldik. Hozir ona bola, Xudo xolasa. Bu bolasi aka. 7 oylik qo'zi. 7 oylik qo'zi. Mashallah akalar, chiroyli qilib qo'ysa. 3-qoringa yana bo'g'oz. 3-qoringa yana bo'g'oz, ha? Asha qildim, yurgizaylikchi. Xudo xolasa. Yelini ham ko'ring mana. Yelini ham akalar tashab qo'yapti mana. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, mana yaqin bo'ladi, Xudo xolasa. Bu videoyimizga Husan ukamizni olib kelganmiz, o'zlari ham ish qozib qoldilar. Husan ukamiz hamma taniydi, Xudo xolasa. Mana. Husan qo'ylar zo'r ekan uka? Ha, zo'r ekan. Mana akalar, Xudo xolasa qo'yimizda haqiqiy idealdan ekan. Ana shu qo'ziga o'zimga ham ishqim ketdi. To'g'risiga. Lekin Asrorbek jup olinganda ona bola. Jup olingan ona bola, Xudo xolasa. Qiziqqan odamlarga sotilaveradi. Sotilaveradi. Yakka ham sotilaveradi. Yakkalab ham sotilaveradi, ona bola ham sotilaveradi. Ona bola sotilsa o'zi Arzon bo'ladi. Arzonroq. Arzon bo'ladi. Lekin bolasi bilaman aka, bolasi o'ta go'zal narsa, o'ta bo'lak narsa ekan akalar. Mana qo'zini qaranglar. 7 oylik qo'zi ekan, onasi yana bo'g'oz. Xolasa kashtaylariga e'tibor berasizlar mana. Quloq tashishlariga. Quloqlari ham zo'r ekan. Onasini kallasini qaranglar akalar. Sog'liqda buni kalla ko'rmovdim men. To'g'risi gapda. Mana. Stoykalarga bir baho beringlar qo'ydi, mana. Stoykalariga. Mana qo'zini ham stoykalariga o'zi turibdi mana qo'zi. Hech qachon ushalgani yo'q, boshqa qilingan yo'q. Stoykalariga bir baho berasizlar. Quloq tashishlariga. Azbek onasi 3-qoringa bo'g'oz, ha? Tishini ham Kechadi, kech. Ke. Mana 6 tish. Xudo xolasa, oldlarini ham qator ko'ringlar akalar. O'ta keng narsa ekan. Oldlari ham. Munchog'i ham bor. Bolasida ham bor. Bolasida ham bor ekan, ko'rsatdim bolasini. Lekin bolasiga o'zimda ham ishqim ketdi. Husanboyda ham ishqim ketdi, bir chekada qarab turibdi. Qo'zlar qaranglar akalar, qo'zini. Onasiga bir baho berasizlar. Onasi ham o'ta yirik narsa ekan, ha? Onasi ham 90 bo'lsa kerak. 90 plus, 90 ga olishaveradi. Bolasi 80 plus. 80 plus 80 ga olaverasizlar bolasini. Mana. Qo'ylar zo'r, xudo xohlasa. O'ta go'zal narsalar ekan. Jonivorlar qaranglar akalar. Mana. Azmaga onasi yaxshi qo'chqorga qo'shilganmi? Onasi ham zo'r qo'chqorga qo'shilgan. Bolasining liniyasi bor, yaxshi qo'chqordi bolasi. Bolasi liniyasi bor, yaxshi qo'chqordi bolasi aka. Qirg'izistondan o'tgan. Qirg'izistondan o'tgan bizga. Ona bola o'tgan. Bir oyligida o'tgan. Akalar ko'pchilik taniydi Azmagamizni ham, Xudo xolasa, kanalimiz rivoji uchun qo'ylarni qo'yib beryaptilar. Lekin Qirg'izistondan o'zlari birinchi qo'l olib keladilar, birinchi qo'l sotadilar, Xudo xolasa. Lekin yaxshi narsa olib keladilar, Xudo xolasa. Bu akamizni ham taniganlar juda ko'p. Seleksioner akalarimiz ham qo'ylardan qo'ylab ketib, baraka topib, bolalar qo'zlar uchirib yuribdilar. Xudo xolasa akalar qo'ydi tavsiya qilaman, lekin haqiqiy go'zal idealdan. So'z isbotiman deganda mana bolasi ham oldida turibdi. Qanaqa bola shu ekan, nima shu ekan deyishga kerak yo'q mana. Oldagi bolasi akalar realniy bolasi mana shu. Xudo xolasa. O'ziniki. Qo'shilmagan akalar, Xudo xolasa mana. Stoykalariga bir baho berasizlar. Seleksioner qilaman degan akalarimiz juda qulay tushadi mana shu narxlar. Xudo xolasa narxda seleksioner qilib narxni qo'yib beramiz azmaga bularda. Xolasa. Xo'p, onasi 3-qoringa bo'g'oz, 3 oylik plus, ha? 3 oylik plus. 3 oylik plus, bolasi 7 oylikka to'lmagan deyaptilar, Xudo xolasa. Mana. 7 oylikqa berishaveradi. 7 oylikqa berishaveradi. Nima qilish kerak yo'q. Bolasi, Xudo xolasa mana 80 plus, kallalariga bir baho beringlar. Quloq tashishlar. Bolasini liniyasi bor, otasi yaxshi qo'chqor. Mana akalar. Yaxshi qo'chqorda bolasi bor. Yaxshi qo'chqorda bolasi. Azmaga narxiga kelsak, to'g'ri bilaman, bu qo'yda o'zingizga masala pul kelmagan. O'zingizga ham yaxshi pul kelgan, Xudo xolasa. Siz ham sotasiz bu narsani. Sotaman deb yaxshi niyatda oldim. Yaxshi niyatda oldim akalar, Xudo xolasa, qiziqqa, realni odamga sotiladi. Telefon qilishaversin. Telefon qilishaveradi. Sotamiz Xudo xolasa Asrorbek. Akalar, lekin o'zimda ham realni ishqim ketdi. O'zim ham shunaqa qo'y bilan shug'ullanaman, lekin o'zimda ham
realni chiqib ketdi. Lekin men bu kallarni qo'chqorda ko'rganman, so'liqda ancha-muncha so'liqda ko'rmaganman bunaqa kallarni. U iyagini ham qarang, iyagini bunday qildi. Mana akalar. Kalla katta so'liqda. Xudo xolasa seleksioner qilaman degan akalar juda maxsus tushadi. Qo'ylarga qaranglar. Azim aka endi buni narxiga xudo xolasa chiroyli qilib qo'yib beramiz a. Asrorbek menga ham kichkina pulga kelmagan. Bilaman aka, lekin o'zi ham kichkina pul olib kelmaysiz. Yaxshi narsa-da. Yo aka, baribir biz ham obunachilarimizdan bir ikki so'm so'raymiz, iloji yo'q. Biz ham obunachilar tomon bo'lamiz-da. Asrorbek bo'ldi, jup olishsin 4000 ga beraman. 4000 ga. O'tib berasiz aka, xudo xolasa chiroyli qilib. Chiroyli qilib o'tib berasiz aka. Ammo qozon narxini baho qilsangiz ham eshitdim aka. Bahosini ham eshitdim, lekin ona bola olishadi, o'tib berasiz aka. Kanalimiz yangi, xudo xolasa rivoji uchun. Bo'ladigan narxini aytayman Asrorbek, sizga bo'lsam. Realni narxini ayting aka. 3,5 ga olsa beraman. 3,5 ga bo'lsa, Samarqand dastlabkasini yetkazib berasiz. Buxorogacha yetkazib beraman. Buxorogacha. Dastlabkasi biz bo'ynimda. 3,5 ga o'tib beraman men. 3,5 mingga dastlabkasi ichida xayri sunnatiga ozmas yana o'tib ham berasiz. Xudo xolasa. Baraka. Husanbek yaxshi narx bo'ldi aka. Dorasi yaxshi narx bo'ldi. Tavsiya qilasizmi obunachilaringizga? Ustidan like bosib, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Dorasi bundan keyingilarga ham yaxshi qo'chqor bor aka. Chiqarib beramiz uni ham, ha? Yaxshi qo'zi qo'chqarimiz. Yaxshi qo'zi qo'chqar, liniyasi toza narsa, xudo xolasa zo'ridan. Akalar kimga ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, lekin qo'y o'zimga ham ma'qul keldi, to'g'risi gap. Sizlar obunachilarga ilindim. O'zim ham olib foydalanishga borib, sizlarga video qilib o'zim chiqarib bersam bo'ladi, lekin obunachilarga ilindim. Birinchi qo'l akamizlar. Xudo xolasa akalar aloqaga chiqarasizlar, ekranda nomerlari bo'ladi. Hop, ikkinchi partiyamizda bir dona toza aralashgan qo'chqorimiz bor, ha? Qo'zi qo'chqor. Yaxshi qo'chqor bu. O'ta go'zalidan. Akalar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Tavsiya qilaman. Bunaqa narsalar onda-sonda keladi, lekin ushab qolish kerak. Seleksioner boshlayman degan akalarimiz ushab qolish kerak. Mana, akalar. Keyingi partiya o'tiramizmi aka? Akalar, mana ikkinchi partiyamizda boshlab oldik, xudo xolasa. Qo'yga bitta baho berasizlar. To'g'risi gap, qo'yga haqiqatdan o'zimizga ham ishqimiz ketdi. Mashallah deb qo'ysalar, xudo xolasa ko'z tegmasligi uchun. Lekin akalar mana qo'zini haqiqiy idealidan, liniyasi tozasidan, haqiqiy go'zalidan, svetlik, kalla oshladi, quloqlarga bir ahamiyat berasizlar. Bu azmaga nechta 4 tushmi? Bu qo'zi bu. Qo'zimi bu? 8 oylik qo'zi aslida. 8 oylik qo'zi akalar, mana natija. Tishini ham ko'rsatib qo'ying. Tishini ham bir Qara. voy jonivar mana. Mashallah, ko'z tegmas akalar. Xudo xolasa azmagamizda mana yangilik, xudo xolasa bizning kanalimizga mana qo'yiladi, qo'yib berib turibdilar. Xudo xolasa har doim azmaga akib tursangiz, obunachilarga xudo xolasa chiroyli qilib ilinib berib turamiz. Zo'ridan olib kelib chaqiramiz. Zo'ridan olib kelib, xudo xolasa chaqiraveramiz. Xudo xolasa akalar. Mana. O ko'zlarni ham qaranglar akalar mana. Ko'zda oldini ham, quloq joylashini ham qarang aka. Xudo xolasa. Shiramiga ham 11-12 kishilik azmaga? 11. 11 mi? Endi dumbar azri. 21 plus. 21 plus. Dumbar azrizlarga bir baho berasizlar akalar, xudo xolasa. Mana jonivordi. Mana. Ushab turing. Shashchi zo'r ekan. Bir dumpum aralashmagan. Xudo xolasa razrizlari ham zo'r, dakansa, oyoq kiyimlari ham zo'r. Qo'zimiz to'g'risi gap qo'rada turib jali bo'lib qolibdi, sho'x bo'lib qolibdi, lekin qo'yda haqiqiy idealda. Mana akalar, xudo xolasa kim istayapti? Azma aka buni xudo xolasa liniyasi toza dedingiz, liniyasiga ham javob dedingiz, xudo xolasa. Qanaqa liniyada azma aka telefon qilsa o'zlari aytasizmi? Telefon qilishsa o'zlariga aytilaveradi. Telefon qilsa xudo xolasa liniyasi bo'lmasa mana turmaydi, qo'y chiqarib qarang. Shunday odam biladi, quloq joylar shu hamma yo'g'i joyida. Hamma yo'q joyida. Ko'zdan ham pastlayganda quloq joylashlari. Tirsaklari ham o'ta mo'shin. Ha, kastaklari ham akalar mana xudo xolasa bir haqiqiy istagan tuyoq. Mana orqalarini ham, orqa oyoq kiyimlarini ham bir qator ko'ringlar. I qo'yimiz usti ham bir dunyo xudo xolasa. To'ni ham haqiqiy svetli ekan, Husanboy. Ha, zo'r aka. Husanboy ukamiz o'zi ish qilib qoldi, aka shularni o'zimiz olib qo'yib qo'ymaydan foydalanishga qildi. Endi Azim akamni xudo xolasa obunachilar ilindik. Qo'zini xudo xolasa mana idealidan. Istayapti turadiz aka mana telefon qiling, ishni bitiring. Xudo xolasa olib soniqqa solib qo'ysangiz, buni soniqda ochib keyin sotasiz xudo xolasa. Qo'ydi haqiqiy moshinasida. Mana. Azim aka 8 oylik qo'z ha? 8 oylik. 8 oylik qo'zi. Bo'y bas qanaqa ekan? Bo'yi Bir qator o'lchov ko'taramiz aka. Bir qator o'lchov ko'taramiz akalar. Haqiqiy svetlik, toza narsadan qidiryapti turganlar, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Mana yerdan akalar, mana. Tuyoni rosa qistirildi. Mana. 90 plus ekan. Xudo xolasa 95 ekan. 90 plusga beraverasizmi aka? Ha, shunda 90 plusga olishuv. 90 90 ga olishuv mana.
Quloqlarni ham ko'ryapsiz. Mana realni. Kalsoq qo'yilyapti akalar, peshana qo'yib o'lchalgan yo'q ama kalsoq qo'yib o'lchalyapti mana, xudo xolasa mana. Kecha nima? Misol ko'rib turibsizmi aka? Peshanaga qo'yib boshqa qilib o'lchalyapti qo'ylar. 21 plus. Mana shirinasini ham ko'ryapsiz. Akkam ushlab turing. Kecha nima? Qarang. Shirinasiga ham 11 plus. 12 ga yaqin ekan. 11 plus ekan. 11 ga olishaveradi, xudo xolasa. Azam aka endi buni ham xudo xolasa bir narxini chiroyli qilib elga cho'dan qilib, sizdan odam ham xudo xolasa qo'zlarni tushirib maza qilib harakat olsin. Endi Asrorbek hamma har xil qo'yyapti-da buni. Ha, xudo xolasa buni Endi bizda xudo xolasa sizni kanalingizda biz yangimiz Asrorbek. Yo'lda qilib chiroyli qilib chiqarib beraveraylik. Asrorbek 2000 emas. Aha. 1,5 ming bo'lsa 1,5 ming bo'lsa, taqalgani xudo xolasa yetkazib berasiz. Yetkazib beraman. Dastlabkasi ham ichida bo'ladi. Dastlabkasi ichida bo'ladi. Yetkazib olib berasiz. Buxorogacha dastlabka qilib beraman. Buxorogacha dastlabkasi bor. Sog'lik salomatligiga, yeb yeb-ichishlariga ichishiga biroy garantiya. Biroy. Joniga emas, yeb ichishiga. Xudo xolasa aka, Alloh rozi bo'lsin, lekin qo'yimiz arzon bo'ldi akalar. Xudo xolasa buni tushungan odam vodiyda juda ko'p. Sira telefon qilishadi, ulgurmay qoladi, xudo xolasa oxirliklar. Ulgursa ularga ham xudo xolasa zo'ridan qilib beraylik. O'zimizda ham bitta akamiz bor edi, xudo xolasa ularga ham hozir video qilib tashlab beramiz. Xudo xolasa akalar mana. Zo'ridan kelib qoldi mana. Aloqaga chiqaringlar, xudo xolasa kanalni kuzatishda davom etinglar. Bizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like tugmasini bosib, ko'pchilik obuna bo'lib kuzatmayapti ekan. Obuna bo'lib kuzatinglar akalar, xudo xolasa zo'rlarini chiqarib berishga, sizlar istagan qo'ylarni chiqarib berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Hatto videolarimiz hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'la, salomatlik bo'lsizlar. Xudo xolasa hammamizni qoramizni, chorvamizni mayna qo'ylardan mingtalab xudo xolasa boqish nasib qilsin. Azmaga nima bo'ldi deymiz? Like bosib, podpiska bo'lib obuna bo'lib qo'yinglar, obunachilar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz a. Xudo xolasa zo'rlarda olib keladi. Xudo xolasa. Bo'ldi aka. Akalar, xudo xolasa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan kommentariyaga yaxshi zalo yozib qo'yasizlar.